Xullas, hammaga salom. Sizlar bilan men Ready Play kanali va bugungi birinchi videomizga xush kelibsizlar. Xo'p, bizda mana bu xola qandaydir nimadir deyapti. Bugun men enagalik qilar ekanman. Xo'p. Bu YouTube'da birinchi videom, shuning uchun kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. O'zbekcha aytyapti find apartment 10 deyapti. 13 xonaga kirish kerak. 13 xona blocker qulf. Hamma eshiklar qulf. Tushunarli. Xo'p, endi men bu yerdan kaliti topishim kerak. O, mana yerda seyf bor ekan. Bu seyf ochilmaydi. Mana o'z chiqadi. Mana buni bosib qo'yamiz. Bu buzilgan ekan. Mana bu yerda ham bor ekan. Mana qayerdan topsak bo'ladi? Mana bu yerda quticha bor ekan. Yo'q. Qayerdan bo'lmasa topsak bo'ladi bu nima? Mana bu meni shug'ullantiryapti. Tap the screen, top pack of the potato plant. Mana shuni tagida ekan. Yaxshi. 10 xonamida. Qani sekin kiramiz. Bilaman. Boshlandi. Xo'p, mayli. Qani bo'lmasam next on the xullas menga aytyapti, o'yinni boshlaymiz deyapti. Boshlaymiz. Bu nima deb pichillayapti ana bola? Qandaysan? Bugundan boshlab seni yenaga men bo'laman. Menga unday qarama. Menga unaqa buqa qarash qilmagin. Unday qarama menga. Bu unday qaraydi bu. Ne unday qaraysan? Xo'p, mayli, bizga zadaniyalar berilgan, o'sha zadaniyani bajarishimiz kerak. Feed the baby gets bottle from fried. Tushunarli, bunga demak ovqat berish kerak, ovqatlantirish kerak. Muzlatgichda sut bor deyildi. Xo'p. Endi bunga sut beramiz. Sut ichasan bolakay? Живой emas-ku, idishda. Kulsang bo'larkan-ku. Vay. Gaz ketdi. Tezroq. Nima qilamiz buni? Bu g'alati yo'q. Nima qilish kerak? To'xta. Mana zadaniyani o'qigancha buni bu yerga qo'yib turay, sasib ketdi. Change baby, take baby to changing table. Tushunarli, table'ga olib bor deyapti. Qanaqadir table. Qayerda table bor? Albatta oshxonaga olib ko'rmayman. Mana shona bo'lsa kerak, table. Mana bu yerda table bor. Bu yerda mana bu tomonda table bor ekan. Changing mata shu. Xuddi o'zi. Anab ketma bola. Xo'p. Endi bu yerda mana buni olsa kerak albatta. Buni bor. Nima? Qani bola? Hozir shu yerda edi-ku. Mana bu narsani qo'yish kerak. Hozir bola shu yerda edi. Qayoqqa ketdi? Hozirgina mana shu yerda turgandi. Sen qanday bu yerga kelib qolding? To'xta tur. Buni bu yerga qo'yib turamiz. Qanday bu yerga kelib qolding, So'te. Tinchgina joyingda o'tirsang bo'lmaydimi? Men bezovta qilarman. U qo'rqinchli deyilganda, ya'ni o'qimadimmi? Qo'rqinchli deyilganda, unchalik lekin qo'rqinchliligi bilinmayapti menga. Endi aytayaptiki, put baby to sleep, take baby to bed. Tushunarli, buni nima desam ekan? Uxlatish kerak, ya'ni o'zini yotoqxonasiga borib, kravatga uxlatish kerak deyapti. To'g'rimi bolakay? Opa. Voy, yig'lama. Mana xona nima ekan? Voy, cho'chib turdi mana televizor. Yaxshi. Mana bu yerda mana narsa bor ekan. Xo'p, nima bilmadim lekin shuni yig'ib ko'rish kerak ekan, yig'ib ko'ramiz davay. Mana bu kir mashinaga o'ching. Sizlarga mana kir mashina nimadir eslatyaptimi? Mashina turdi. Tekin kachela senga. Yana aytasan parkka boraylik deysan, mana senga park. Bo'ldi. Bo'la bugunga yeta. Uzr. Va mana ko'zi miningit bo'lib qoldi.
ko'zini nima qilamiz endi? Xo'p, mayli. Shu bo'lsa kerak yotoqxonasi. Xo'p, buni nima qilishimiz kerak edi? Uxlatishimiz kerak edi. Tashlab olamiz. Aytayaptiki, hozir bu yerda nima bor? Aytayaptiki, find the storybook and sit down deyapti. Qanaqadir kitob o'qib ber bunga ertak deyapti. Oh, topdim yana bitta. Ertak kitob men o'ziga o'xshaydi ekan, men ol. Mayli. Qandaydir kitob o'qib ber deyapti. Qanday kitob? Mana bu yerda kitoblar bor, mana bu kitoblar. Mana bu yerda kitob bor ekan, olsa bo'ladimi? Yo'q. Mana bo'lsa kerak. Shu ekan-ku. Endi nima qilamiz? Mana bu yerga o'tirsak kerak. To'g'ri. Aka-uchaksiz. Xo'p, biza erta aytib berishimiz kerak ekan. The Prince and the Cat. Ular bir kuni bitta mishiq bo'lgan ekan, mushuk emas, mishiq bo'lgan ekan. Xo'p. Bir kuni bitta bolakay uxlab yotganda, men o'chira ozingni. Mushuk uxlab yotgan, bitta bola uxlab yotganda mushuk kelibdi-da, aytibdi, "Yur ketdik" debdi. Keyin bu mushuk bilan qandaydir favoraga borib qopti. Undan keyin u favorada ana bolakay gullarni uzib tashabdi. Mushuk hayron, jinnimi bu deb. Xo'p, bo'ldi, shu bilan kitobimiz tugadi. Bu ham masala hal bo'lib qopti o'zi. Pishib qopti o'zi. Davay. Mana nima? Endi bizga nima deyilyapti? Leave and close the door. Eshikni yopib xonadan chiqib ket deyapti. Bo'ldi. Sekingina. Endi wait for parents. Mana bu xona yopiqmi? Yopiq. Wait for parents, watch TV on the sofa. Bu aytayaptiki, televizor ko'rindi deyapti. O'zim hayotimni o'zim boshqara olmayman ekanda. Mana bu narsani yana oldim. Xo'p, o'tiramiz, televizor tomosha qilamiz. Bizga qandaydir nimadirni reklama qilyapti. Lekin bizning uyqumiz kelib ketyapti, bu qiziq emas reklama. Uyqumiz kelib ketyapti.